O'g'rini qaydan topamiz endi? Uydan necha pul o'g'irlangan? Ya, pullar turibdi. Nima o'g'irlangan? Uyda hamma sim kartalar olib chiqib ketibdi. Oping budjet boshlanibdi-da. Bitta ovoz 50 ming so'm. Bitta ovoz 100 ming so'm mana. Qizim, soat necha bo'ldi? Voy dod odamlar, yordam beringlar, voy! Hey chol, agar 10 ta ovoz yig'ib bermasang yozaman. Hammasini yozib oldim, 20 ta yig'masang men yozaman. Bitta ovoz 100 ming so'm demaymiz. Bitta ovoz 150 ming so'm ham demaymiz. Bitta ovoz 200 ming so'm. Bitta ovoz 200 ming ham demaymiz. Bitta ovoz 500 ming so'm. Effekt qanaqa bo'ladi buni? Olov bo'ladi, qarab turing. Bosing. Bobur Mansurov, komandangiz bilan kelib, bitta ovoz berib ketinglar, $500 beraman. Sizlarni yaxshi ko'raman. O'zi reklamanga 50 ming so'm pul beryapman. Qayerdan olyapsan $500? Odamlar bitta ovozga mashinamni beraveraman. Bu mashinani ishonmanglar, mana men bitta ovozga 2 xonali uyimni beraveraman. Ikkalangga shappat beraveraman. Ikong aka-ukasan, bitta uyda tursang, bir kallangni ishlat, nima bir-biriga raqobat qilyapsan? Aka-ukasan axir. Dada maqsad ko'ting. Uyni kalitini ber, bitta uyimiz bor o'zi.